CSS'dan 14-chi darsimiz Media Mouse'ni ko'rib chiqamiz. Hop, Media Query o'zi nima? Bu veb-saytni telefon, planshet va kompyuter versiyalariga moslashuvchanligi va u qurilmalarda qanaqa ochilishini e, biza to'g'rilab berishimiz kerak. Hop, mana bu narsa metalar mavzusida tushuntirib ketganda mana shu narsa qurilmalariga moslashuvchanligi uchun veb-saytimizni kerak bo'ladigan, demak, meta tegi hisoblanadi. Mana bu joyda device, har bitta device qurilmalari uchun saytimiz moslashishi kerak. Xo'p, buning uchun bizga kerak cars. Birinchiga kartlar yaratamiz. Bir nechta kartlar. Xo'sh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da. Endi CSS'dan stil beramiz. O'lcham deylik 800 piksel. Margin 0 auto. Border 1 piksel solid. Display flex. Flex wrap. Just way content. Space button. Polygon content. Xo'sh, mayli, bu kerak emas hozircha. Gap piksel. Endi kartlarimiz Visa bir vaqtni o'zida hozircha deylik 5tasi sig'sin. 5tasi sig'ishi uchun 23% background color red. Right. Deylik 200 piksel. Natijani ko'ramiz. Natijamiz, xo'sh, kartlarimiz border o'tdi. Bu background color edi. Background color red. Mana ikkita qo'shib yuboramiz. Yaxshi. Qo'yish kamaytiramiz. Gapni kamaytiramiz. Hmm. Yaxshi. Lekin men xohladim 5tadan sig'ishini, lekin 4tadan sig'yapti. Demak, men 20dan kichikini 9% berishim kerak. Sig'di. Mana foydalan. Yaxshi. Mana shunaqa holatda turibdi. Endi buni telefon versiyaga o'girishim uchun, telefon, planshet versiyaga moslashtirishim uchun hozir bu kompyuter versiyada shunaqa holatda turibdi. Buning uchun prosmotr kod va mana bu joyda telefon versiyaga o'tkazish bor. Postek va yaptiramiz va natijani ko'ramiz. Mana shu narsa natija. Kichraydi, kattalashib ketdi. Endi bokslarimni hammasi ko'rinmadi. Bu ko'rinishi uchun buning uchun bizga o'sha media mavzusi kerak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Tushamiz pastga. Kuchukcha bilan media va yozamiz. Nima bo'lishi kerak, qanaqa bo'lishi kerak.
Media. Hmm, mouse. Min eng kichkinasi. Min vis bo'lsin noldan. Hmm. Ah, CSS'ga o'tishimiz kerak. Chiqib ketdim. Tushuncha bilan media min vis hop, 0 pikseldan hmm, and max vis deylik xo'sh 475 pikselgacha va qavs ochamiz mana. Demak, bu nima degani? Ekran 0 pikseldan 475 pikselgacha bo'lgan ekranlar uchun va CSS'ni o'zgartirish mumkin. Aynan telefonlar uchun 0 dan 475 gacha bo'ladi o'rtacha. Shu telefonlar uchun CSS veb saytini ko'rinishi qanaqa bo'lishi kerak? Jamiki o'zgarishlar shuning ichida yoziladi. Hop. Undan keyin buning ichiga yoziladi. Undan keyin yana pastda media va yana qo'shimcha yoziladi. Qaysi qiymatlar uchun? Keling, shuni qayta yozib o'tirmasdan bittaga yozib ketamiz. Dokumentatsiyamizda ham bor. Ko'rsatib qo'yganman. Har bitta o'lcham uchun bittadan yoziladi. Hop, nusxalamiz tashladi. Endi bunisi 476 pikseldan bo'lishi mumkin 700 pikselgacha. Planshetlar uchun. Yana dalish ketaveradi shunaqa. Bo'lishi mumkin 700 pikseldan 990 pikselgacha. Ha, 990dan 1200gacha, 1200dan cheksigacha ketaveradi. Faqat hozir telefon versiya uchun ko'ramiz. Ho'p, nima o'zgarishlar bo'lsa, qanaqa bo'lsin. Demak, hozir gorizontalga 5 ta quti turibdi. Telefon versiyaga o'tganda, demak 0 dan 475 gacha bo'lgan paytda bu bittadan qolsin. Ekran rasos chiqyapti. Faqat bittadan qolishini xohladim. Nima qilamiz buning uchun? Buning uchun Cards Visa 800 bir narsa bo'layotganda, endi u narsani unutamizda, vizani 100% qilib qo'yamiz. Hop, endi 100% va uning ichidagi kartlar otasini egallasin 90%ini. Viza 90% va o'rtada turishini xohladim. Just for content center ko'ramiz. Mana. Faqat bitta quti 90% ni egalladi va o'rtada turibdi. Uni bittadan turibdi endi. Hop, lekin o'rtaga tushmadi. Demak, buni o'tayverishimiz kerak ekan. Bu joyda xatolik ketib qolibdi. Telegram'ini chiqarib qo'ymasam. Ko'ramiz natijani. Mana o'rtaga keldi. Demak, 475 dan oshganda yana 5 ta bo'lib qoldi, bitta bo'lib qoldi mana. Va bu joyda rangini ham o'zgartirib yuborsam bo'ladi. Xohladim. Rangi background color deylik. Pink. İşte aslisi bunaqa telefon versiyaga kelganda mana pink bo'lib qoldi. Xo'sh, unda ikkinchi o'lcham 476 dan kattalarda. Ularda ham xuddi shu narsalar yoziladi. Ay, xuddi shu narsalar
Hop, 100%ligicha qolsin, faqat endi ikkitadan tursin. Bittadan emas, ikkitadan. 90% emas. Deylik, 50% desam sal g'alati bo'ladi. Shuning uchun 48%. Orada ochiq joy qolishi uchun. Kattalashtiramiz. Hoppa, mana. Demak, endi ikkitadan bo'ldi. Bittadan, ikkitadan. Hop, buni ham rangini o'zgartiramiz. Yashil bo'la qolsin. Mana. Yaxshi. Ana endi uchinchi qiymatga xuddi shu narsa. Hop, 100ligicha qolsin. Bu endi uchtadan tursin. Uchtadan turishi uchun demak 100 ni 3 ga bo'lsak 33 dan bo'ladi. 33 dan kichkinaroq 32%. Tak ko'ramiz. Rangini o'zgartiramiz. Ishlatamiz. Demak, telefon versiya, planshet versiya. Planshetdan kattaroq netbooklar bo'lishi mumkin. Bundan ham kattalashsa уже 5 ta. Orada yana bitta 4talik qilishimiz mumkin shu joyda. Keling, olamiz. Ishladik. Hop, 991dan 1200gacha bo'la qolsin. 1200 pikselgacha, 100%ligicha qoladi. Va mana buni endi 3tadan emas, 4tadan turishini xohladim. 25 piksel, 25% emas, 24%. Faqat rangini aniq qilamiz. Demak, birinchi eng kattasi. Kishilar imkoni bermadi. Hop, hop, hop. Mana. Demak, versiyalarga ajratib chiqdik. Eng katta versiyasida esa uni qizilligicha qoladi. Hop, mediada xuddi shunaqa telefon, planshet versiyaga o'tkazilad'i. Mana telefon versiyalarida nimalar o'zgartirish kerakligini hammasi shuning ichida yoziladi. Pikseli, rangi, boshqa hammasi shuning ichida. Va planshet versiyada mana bu o'lchamlarini ham men hozir taxminan qo'yib chiqdim. Bularni ham internetdan izlab topsa bo'ladi. Yoki dizayner o'zi dizaynda o'lchamlarni berib ketgan bo'ladi. Darsimiz shu joyda to'xtatamiz, tugatamiz. Va bu CSS asoslarini, bazaviy bizga kerakli barcha mavzularni o'rganib chiqdik. Va bugun CSS tugaydi va endi keyingi bo'lim boshlanadi. Keyingi bo'limda CSSni chuqurroq o'rganamiz. Mavzular o'tmaymiz, mavzular už tugadi. Faqat amaliyot qilamiz, proyektlar bilan ishlaymiz, o'zimiz loyihalar qilamiz HTML, CSSda. Demak, CSS bölümü shu joyda tugadi. Keyingi bo'limlarda ko'rishamiz. Rahmat, salomat bo'ling.